Assalomu alaykum. Robocon testdagi 0076 masalani yechamiz. Sovg'a shartini o'qiymiz. Oppoq oy va 7 gnom ertagini barcha eshitgan bo'lsa kerak. 7 gnom oppoq oyning tug'ilgan kuniga unga sovg'a olmoqchi bo'lishibdi. Agar 7 gnomning birinchisida A1 tanga, ikkinchisida A2 tanga va hokazo 7-gnomda A7 tanga puli bor bo'lsa, hamda oppoq oy uchun olmoqchi bo'lgan sovg'a narxi S tanga turadigan bo'lsa, ularga yana qancha pul kerak bo'ladi? Xo'sh, ana kirish qatorida, ana birinchi qatorda 7 ta son beriladi o'sha gnomlarni tangalari. Ikkinchi qatorda olinishi kerak bo'lgan sovg'ani narxi yoziladi. Xo'sh, endi bularni qancha yetmayapti deb so'rayapti. Ya'ni so'ragan narsa nima? Ularga yana qancha pul kerak bo'ladi deyapti. Agar ana buni yig'intisini topamizda, ya'ni algoritm qanaqa bo'ladi? Buni yig'intisini topib, bu sovg'a narxidan agar ko'p bo'lsa, qancha yetmayapti deyapti. Demak, hech qancha yetmayapti, 0 chiqarishimiz kerak. Agar buni yig'intisi bu sondan kichik bo'lsa, qancha yetmaganligini aniqlash uchun, ya'ni bundan buni yig'intisini ayirishimiz kerak. Masalan, bu yerda hozir ana buni yig'intisi 28 bo'ladi. Bu 100 so'm turar ekan sovg'a. Demak, 100 dan 28 ni ayirsak 72 tanga yetmayapti. Bu yerda-chi? Bu yerda buni yig'indisi o'zi 28 bo'ladi. Sovg'ani 28 so'm turar ekan. Demak, 28 tanga turar ekan. Demak, 0 tanga yetmayapti. Agar kelinki bu masalan, kattaroq son chiqqanda ham 0 chiqaraverardik. Nimaga? Chunki qancha yetmayapti deyapti. Ya'ni yetmagani ortiqcha bo'lsa zarari yo'q. Yetmaganini so'rayapti xolos. Demak, tushundik-a? Demak, bu masalaning sharti edi. Keling endi shu masalani Javada yechaylik. Xo'sh, Javada skaner hosil qilib olindi. Int tipida something tangalar dedik a. Tangalar 0 bo'lsin. Endi 7 ta sonni o'qib olishimiz kerak, to'g'rimi? To'g'ri, teng 0 dan to 7 gacha deymiz. Bu 7 marta takrorlanadi bu takrorlash operatori. Shunda tangalarga qo'shamiz in next int deymiz. Ya'ni 7 ta keyingi har bir sonni bu skaner orqali in bu skaner edi. Next int har bir keyingi int tipidagi sonni o'qib olib tangalarga qo'shadi. Keyinchi demak narx, sovg'aning narxi in next int deb narxni o'qib olamiz. Agar deymiz, shu bu yerda natija e'lon qilib olaylik. Natija 0 bo'lsin. If narx katta bo'lsagina, narx katta tangalardan katta bo'lsagina nima deymiz unda? Natija teng narx ayrilgan tangalar. Xo'sh, nima qildik? Bu yerda tangalar boshida 0 bo'ldi. 7 ta sonni o'sha o'qib oldik va keyin narxni o'qib oldik. Va natija hozir 0 deyamiz. Agar narx tangalardan katta bo'lsagina natijaga narxdan tangalarni ayiramiz. Agar kichik yoki teng bo'lsa-chi, bu avtomatik o'zi 0 ligicha turaveradi. Ya'ni bu bajarilmaydi. Xo'sh, shunda system out print natija deymiz. Xo'sh, endi ishlatib ko'raylik. Bu yerdan birinchi testni olib mana bu yerga qo'ysak 72 chiqdi, to'g'ri. Ikkinchi testni ishlatib ko'ramiz. 0 chiqdi, to'g'ri. Xo'sh, endi buni olib baholash uchun yuboramiz. Bu yerdan Javani tanlaymiz. Yuborishni bosamiz va natijani compiling testlardan o'tyapti. Accept bo'ldi. Bu degani to'g'ri degani. Bu demak Javada edi. Demak, bu Javadagi yechim. Obuna bo'lamiz. Quyida Telegram, YouTube va Instagramdagi kanal manzillari.
Undan tashqari, sizga pulli kanalga obuna bo'lishni tavsiya qilamiz. Obuna bo'lish narxi yiliga bazaviy hisoblash miqdorining yarmiga teng. Obuna bo'lish uchun quyidagi manzil orqali menga Telegramda bog'laning. Pulli kanalga obuna bo'lish bizga nimalarni beradi? YouTube va Instagramga qo'yilgan videolarni ko'rish imkonini beradi. YouTube va Instagramga qo'yilmagan videolarni ko'rish imkonini beradi. Dastur fayllarda nusxa ko'chirish imkonini beradi. Ya'ni siz shu paytgacha mavjud bo'lgan videodagi dasturlarni va bundan keyin nasib bo'lsa 1 yil davomida qo'yiladigan videodagi dasturlarni yozib o'tirmaysiz, balki nusxa ko'chirish imkonini bo'ladi. Ushbu video darslar to'xtab qolmasligi, boshqalarga ham yetib borishi va manfaatli bo'lishi uchun hissa qo'shamiz. Buning uchun kamida layk bosib, kanalga obuna bo'lamiz va do'stlarimizga ham ulashamiz, balki ular uchun foydali bo'lishi mumkin. Arzimagan ozgina to'lov evaziga o'zimizni, farzandimizni yoki yaqinlarimizni taqdirini o'zgartirib yuborishimiz mumkin. Dasturlashga qiziqadigan yaqinimizga kanal obunasini sovg'a qilish 2 marta manfaatlidir.